Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz Navoiy Fast-Track servisida bir kunlik ish kunimizni tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Bu bizning call center xonamiz. Bu bizning call center xonamiz. Bu yerda bizning qizlarimiz, call center qizlarimiz mijozlar bilan aloqada bo'lib turadilar. Kun davomida soat 8:30 dan kechki 6 gacha qizlarimiz call center ishi bilan shug'ullanishadilar. Keyingi bizning xonamiz mijozlarimizni kutib oladigan xonamiz. Bu yerda mijozlarimiz bilan ayni paytda bu yerda bizning xodimimiz yo'q, chunki bizning Navoiy Fast-Track servisimizga mijozimiz kelgan. Hozirgi daqiqalarda mashinamizni tanishtirib o'tishga ketishgan. Bizning ofisimizda eng qulay narsa bilasizmi nimada? Mijozimizga shu yerdan turib bizning Navoiy Fast-Track servisidagi servisimizni oynadan turib ko'rsata olamiz. Marhamat, ko'rsangiz bo'ladi. Hozir siz bilan chiqib servisimizni ham obzor qilib o'tamiz. Ketdik unda servisimizga. Hurmatli obunachilarimiz, Navoiy Fast-Track servis lokatsiyasini hozir sizga tushuntirib o'taman. Toshkent Buxoro yo'nalishida M37 trassasining bankomat yonida joylashgan bo'lib, mana lokatsiyamiz Favvum Kamastrak servis deb yozilgan. Hurmatli obunachilarimiz, mana bizning servisimiz Navoiy Fast-Track servisimiz. Keling, ichlarini ham bittagina obzor qilib o'tamiz. Hozirgi kunda servisimizda servis xodimlarimiz hammasi ish bilan bandlar. Hozir servis bo'lim boshlig'ini ham gapga tutishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bu xonamiz motor yig'aydigan xona, motoristlarning xonasi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, ish qizg'in. Assalomu alaykum, yaxshimisiz akajon, sog'ligingiz yaxshimi? Servisimizda ish qanday ketyapti? Yaxshi, hozircha 1 yildan beri ishlayapmiz. Kuniga ham qo'llaylik. Ish yaxshi. Akajon, mijoz kelganda mashina bilan Fav brendidan necha soatda mashinalarni tayyorlab berasizlar, o'xshatib? 2-3 soatda. 2-3 soatda. 2 soatlarda bo'ladi sizlarcha. Bo'ladi. Sizga rahmat, katta aka, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilarimiz, bu ikkinchi xonamiz kompyuterniy diagnostika xonasi ekan. Mashin buzilganda motor va miyani diagnostika qiladigan xona bu. Keling, ko'rib o'tamiz xonamizni, ikkinchi xonamizni. Hurmatli obunachilarimiz, 3-xonamiz xadavoy mashinlarimizni xadavoy chastini remont qiladigan joy ekan bu. Obzorini ko'rib o'tamiz birgalikda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Hurmatli obunachilarimiz, bu kishi bizning Navoiy Kamastrak servisimizda servis bo'lim boshliqlari. Ismlari Rasim. Rasim aka, sizdan yana bir bor bir suhbatga olaman sizni. Bu servisimizda necha yildan beri xizmat faoliyatini ko'rsatasiz? 3 yildan beri. 3 yildan beri. Servisimiz qulayliklari Fav brendidan keladigan yuk mashinalarni necha soatda yoki necha kunda taxlab, o'xshatib jo'natib yuborasizlar? Boyagi mashin qay ahvolda kelgani bilan nima moy almashtirishi bor, mana napример xadavoy qismini remont qilishi bor, yo boshqa qismlarini remont qilishga o'shanga qarab biz soatdan belgilolmaymiz. O'shanga tez harakat qilishga harakat qilamiz, mashina chiqarib yuborishga. Zapchastlar bo'yicha qanday akajon? Zapchastlar keldi. Nasib bo'lsa, yo'lga chiqdi o'sha. Navoiyga qarab kelibdi mashinada. Ertaga nasib bo'lsa, o'sha yerda biz qo'limizda bo'ladi. Sizga katta rahmat, ishlaringizga omad. Shu joyda Navoiy Fast-Track servisimizga Fav brendidan Izoterma mashinasi, yuk mashinasi servisimizga kelibdi. Keldi. Xudo xolasa servis bo'lim boshlig'imiz ko'rib berib, aniq javoblarni aytadilar. Telefon qilib kelishdilar. Stupitsasi qizayotgan bo'lgani bilan biz smaska jarayoni qilib beramiz, smaskasini. Hurmatli obunachilarimiz, bizdan
yuk mashina, FAF yuk mashinasini xarid qilgan insonlar bilan biz o'sha joyda xayrlashmaymiz. Albatta bizning o'zimizning servisimiz xizmat ko'rsatadi. Malakali, tajribali xizmat ko'rsatish servisimiz ustalari bor. Biz bilan qoling, bizdan FAF yuk mashinasini xarid qilib uzoqlashmang.